Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Birodar azizlar, mana hozir Remeke, ya'ni qush bozoriga kelyapman. Ko'p birodarlarimiz bizdan iltimos qilishganda shuni bir qush bozorini ham syomka qiling deb davom etamiz. Mana bu shu balandlik Remeke qush bozori, mana shu tepasida turgan balandlik Langar bobo deb ataladi. Xuddi shu yerdan Bobo Rahim Mashrab chiqib ketganlar. Langar bobodan chiqib ketganlar. Namangandan ketar bo'lsam, meni yo'qlar, kishim bormi deb xuddi shu joydan chiqib ketganlar. Shu Langar bobo bo'ladi. Shu balandlik. Mana hozir davom etamiz. Mashlar hamma mashinalar bozorlarimizga kelgan kishilarning mashinasi. Quroqchalar necha puldan bo'ldi? 100 ming ekan. Donasimi? Ha, yaxshi. Endi ehtimol to'g'ridir, ehtimol noto'g'ridir. Domboq jo'jalardan 1000 marta yaxshi. 100 ming desa ham. Ana hozir erta, juda ham erta. Erta bo'lsa ham odamlar o'zi bozorlarni qilib qaytishyapti. Qushidor necha puldan bo'lyapti? Kaptarik o'zikim. Bu kaptarikmi? Qanaqa qo'y? Yo'q, mana zig'irakmi, nima deydi buni? Bozor ichida sotadi. Ha, u kilalaba? Bedana tuxumi, mana bedanalar. Bedanani xurazimi bu? Necha puldan deyapsizlar buni? 5000 so'mmi? 5000 so'm. Ama şorba qilib ichsa bo'lsa kerak, ha? Ye. Şor yomon bolla ko'p, şor bo'ladi. Nimaga? Urpur yurmasa, ursa o'y ashadi, chaqirasiz. Xo'p. Bo'ldi, xo'p. Mana uyda o'yini. Baba, sizni ham bolalar 17 avtobusda bolalar istaveribdi. Yo'q. Bormadingiz 2 marta chaqirildi. Aydiba chaqirdi, hammasi chaqirdi. O'sha yerda men xafa bo'lib o'tiribman. Xo'p. Ha, bu ajoyib yigit. Avtobusda birlashganmiz. Hamkasabimiz. Tuxum 1000 so'm. 1200. Bedana tuxumi necha puldan? 936, 500 so'm. Ha, yaxshi. 33 ming. Behi qanchadan bo'ldi behi? Yaxshi. Toypalar necha pul bo'ldi? 7dan 6dan bitta. Ha, yaxshi. Toypa o'zimizni mana Samarqandnikimi bu? Samarqand Safonikimi? Yo'q. Toifa deydi. Toifani o'z ajoyib tarixi bor. Bu uzumni biror kun bir aytib beraman. Merojga chiqqanlarda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bir kishi Toifdan uzum olib kelgan ekan.
Çapko yoymadım. Ha, oğlum öyle. Bu taraf oldu. İyi. Oh. Yürü bura. O'zi ham qora, toji ham qora. Nech pul bu? Donasiya? 100 ming aka. Hormang, ishlar yaxshimi? Bu makiyoni ham, xurozi ham farqi yo'q, ha? Nasıl 200 tane tutuyor. Ha. Yetişki. O'zi 200 tane falan tutuyor. Shuni go'shi ham qora bo'larmishmi? Qora. O'sha ham, qo'ni ham qora. Qoni ham qora. Bu ko'k bo'ladi. Tuxumi ko'k. Qiziq. Donasi 200 ming. Sizlar bo'ladi. Ha? Ha, hali ko'k bo'lar ekanda, bu tuxumi. Siz o'zingiz ko'paytirdingiz shikiblarni. G'o'rda oluvdim. Bir sezon ishlatdim. Saqirga to'g'ri ekan. Onamlarga qimli yedirdim. Haqiqatda shunaqa deb eshitdim. Saharga dori deb eshitdim. Biz ham shuni xulos qilib olgaylik. Ha. Qora tovuq, go'shi ham qora, qoni ham qora, o'zi ham qora deng. Ha, juda ajoyib, ha? Qora tovuq. Doni qudrati bu albatta. Ular maydasi 7 ming, 7 ming, 5 ming so'm, chekkadagi 5,5 ming so'm. Mana nima edi? Zig'iramidi bu? Nimada? Masxar, hojibo. Masxar, ha, masxar. Nihoyatda yog'i ko'p. Ayiq. Dori ham bo'ladi bu. Kahligimiz 3000 dan ekan. 200 so'mdan ekan. Shular ko'paytirsa bo'lar ekan shuni. Bir boqqandim. Bolasi nihoyatda shirin bo'ladi. Kichkina angishonada bo'ladi. Juda tez katta bo'ladi ammo. Bu qanaqa qush ekan bu? Bu oka bedani. Iya? Kichkinalar to'g'ri-ku bedanani. Sayrarkanmi shu ham? Boqsa bo'ladi, ko'patsa bo'ladi. Ish bilaganmi? Bilmadim. 250 mingdan oyda o'chirilgan. Ha, oyda o'chirildi. Ha, o'shanga qo'rqmay turibdi ekanda. Necha? Bunda 1 million. Anasini. Assalomu alaykum. Assalom. Ha, rahmat. 180, 280. 13'te beydi. 13'te 180. Ha. 600. Yangi yerler. Aslında horoz korumaz. Horozumuzu korkmayamaz. Degenimizde çıkla olur. Horozunu kurtar geliyor.
omuzdan çıkanlığı biri var. Böyle. Jup qancha ekan buni? Bitta makon, bitta xo'roz ikkila. Yo'q, ikkalasi ham xo'roz. Ikkosi ham xorozmi? Fazalli chiqmabdimi? Fazal. Xo'roz 50 ming bo'ldimi? Zo'r. Mayda o'g'lim. Mayda. Mayda bor ikizga aka. Mayda bor. Hammasi xo'rozmi bolam? Makiyani yo'qmi? Yo'q, makonlar uyda qoldi. Biladi, nima chiqishi? O'g'lim, makiyonmidanman? Makonlar ko'ra xo'roz ko'p. Katta bo'lgan shuda endi buni. Yo'q, bu katta bo'lmaydi. Bo'lgani shu. Bu dum o'sadi xolos. Dum o'ssa chiroyli bo'ladi. Ha, katta bo'lsa dum o'sadi. To'g'ri. Xo'p bo'ladi. Ammo qo'rqmay olavering, voy. Mushukka ham bas keladi bu. Mushukka? Ha, mushukka bas keladi. Mushuk olmaydi buni. 50 ming so'm bo'ldi. U yerda chiroyli. Ha, yaxshi. Xo'p. Ha. O'sha yerda yashaganlar. O'zlari O'zbekistonlik. Fazan ko'rinmaydimi? Ha, demak, muxlislarimdan bor ekan bu yerda. Dekorativ. Tovuq. Xorozlar. Nima buncha? Quyanmi debmanmi? Yer. Mana bu kaptarga o'xshaydi. Aslida tovuq. Nimagadir fazallar chiqmabdi. Endi kabutar bozorga chiqamiz. Kaptarda tovuqlarni ko'rdi. Bu yerda esa tovuqda kaptar bor ekan, qarang. Kattaligini qarang. G'oz ish bilan ekan g'oz. Ha? Horma. 700 ming. Da zo'r.
Telefon. Oy 250 ga. Oy mal lavzda oldim. Elli verdi. 50 verdi. Bu indik o'tgani boshqachasi ekanmi? Chiroyli energiyaga nech puldan bu? 5000 bollar 8000 kattasi. Oka mana jup 8000 kattalar, ha bollari jup 5000 dan. Ama ko'rgandim, bunaqasini ko'rmagandim hech. Har xillardan bor. Ha, nech kilo chiqadi endi bu? 5 kilo go'sht bor shu o'g'linni o'zi. Ha, yashang. Aa, bak şimdi. Oynayası var. Ya juda uchadi. Bittasi qonatini mana obodi kesilmagan. Hammasi uchun yuradi. Bitta donasi ketgan yo'q. Menda u 3 ta joy. Nech puldan bo'lyapti donasi? 120 mingdan ekan erkagi, 80 mingdan to'g'ri debdilar. Erkeği kaçta? Ko'tarib ko'rchi, qancha chiqadi? Og'ir. Og'ir. Oyog'i baylab. Ha, illikka. Ha, yo'q. Qo'shing. Dada. Qancha qildingiz? Zadaryanikimi deyman bu? Erkeği kaçtı ona? Qanchadan qildilar? 50 ming so'm. Hammasını? 50 ming so'm donasi. Hammasını olyaptı. Haydi hammasini 50 mingga bermaydi, aka. Hammasını 50 mingdan bo'lyaptimi? Yo'q. Bir dona so'rayaptilar. İşte bu orada. Bilmayman, bak. Arabada. Mana onasi, mana qolgan bolalari. Qanchada dedingiz uni o'g'lim? Qancha dedingiz? 120 kema bol so'raverasiz. 50 mingdan.
Moda çıksın, moda getirsin. Nar kopmuş. Tamam lan. Moda kal. Havanı diyor sağlayın. Bülbül ovqati bu. O'zi qani? O'zi bormi? Kaplar kegeni yok. Tilkonkulu aytın okan. Yok kegeni yok. Tilkonkulu aytın. Bugün kesip koyamam mı okan? Tilkonkulu aytın ne? Bülbül ko'rinmadi-ku. Ana tepada bülbül var. Arkadaşlar bedelini Aha, İsmet. Ay, hoca. Mana shu balandlikdan chiqib ketgan ekanlar Langar bobodan. Bobo rahim mashrab Namangandan ketar bo'lsam, mani yo'qlar kishim bormi deb. Mana shu balandlik. Shohi mashrab, qissai mashrab kitoblarida shunday deb yozilgan. 10 bundan deyasizlar. Kamu bu? Hop.
Ya mana rejinkasi katta ekan. Ko'ringchi. Nok nishbilar ekan nok. 2 kilosi 25 ming. Ey, yaxshi ekan. Ko'ring, mana hammasi yer rezinkasi katta manga. Juda katta. Mana. Onu yarım metre dayanacak. Uçurasın. Koptu mu? Bu shovel mi yo? Ismaloqmi? Ha, yaxshi. Ananas nishbilar ekan ananas. Hayır. Ha, yaxshi. Kilosi 20 mingmi? Kiloga 20 ming kiloga. Tushunmadim. Ha, donasi nechpul donasi? Donasi 25 ming. Yo'q, hozir 20 ming dedingiz o. Yo'q, kiloga 20 ming qo'yib berayapman, ehtiyot. Bu Kamroq ham chiqishi mumkin-da. 15 mingdan qo'yib bering, ikkita qo'yib bering, ha? Mana. Ziyon qiladi o'zi-ku. Yo'q, ha? Ikkita olaman xolos. Keladi-yu. Mana ikkita qo'yingchi. Ana. 48 ming ekan. Ah, 48 ming. mayli. 45 ming olar arkasida, ha? O'zi-ku mana Bo'ldi 50 ming oylama 2 ming qaytib bering. Mana bitta 50 mingni olgin, bolam. Ana, izdachi beribdilar. Bo'ldi. 2 mingmi? Mana kema qo'ydilar. Qo'y aka.